Assalomu alaykum aziz obunachilar. Samarqand shahriga yasab bergan katamiz ham tayyor bo'ldi. O'lchami umumiy uzunligi 3.30 bo'ladi, bo'yi 1.30, enini 1.25 qilib berganmiz. Plasmassa polli, taylarda tortmalari bor. Tashqi tarafdan tuxumlarini olgan mana xuddi shunday holatda tuxum idishlari bo'ladi. Katamiz yig'ilib tashlanadi. Suv idishlari, fondalari, donini beradigan joyga ahamiyat berasizlar. Ochib turib, qo'yib olsalar ham ichkari tarafga xuddi shunday holatda yopilib qoladi. To'g'larimni tashqariga ham qo'yib olib turaman. Agar o'tga gullarim yeb qo'yadi, boshqa bo'ladi, shunga endi boshqa yechim qilib bering deganlarga xuddi shunday holatda kataylar yasab berdim mana. Tag qismi ochiq bo'ladi. O'sha yashil zonaga qo'yib turib, jillari yurilaveradi. O'sha o'tlarini yeb bo'lgandan keyin yo boshqa bo'lgandan keyin gullarga, yana boshqa nimalarga ziyon yetkazmaydi. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli holatda yasab bitkazib berdim. Kataylardan kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar.